qisqacha ma'lumot berish, ham sizlarni mana bitirgandan keyingi oldingi katta maqsad qo'yish haqida ozgina motivatsion fikrlar berish hamda konstitutsiyamiz qabul qilingan necha yilga bu yil xudo xohlasa 33 yil, 33 yilga haqida butun respublikada bu tadbirlar davom etib ketyapti. Bugungi kunda hatto bog'cha yoshidagi bolalarga ham konstitutsiyalar haqida ma'lumotlar beriladi. Bu bejizga emas, chunki har birimizda hayotda o'z huquqlarimiz, burchlarimiz va majburiyatlarimiz bor. Biz hammasini bilishimiz kerak. Faqat huquqlarimiz emas, o'sha konstitutsiyada belgilab qo'yilgan o'zimizda majburiyatlarimiz va burchlarimiz ham. Mana shu ham huquqimizdan foydalanib ta'lim olyapmiz, ham burchimizni bajarib, ertaga vatanimizga o'z xizmatimizni qilishimiz kerak. Avvalambor biz o'zi bu qonunlar qachon yaratilgan, O'zbekiston tarixida yoki SSR bo'lgan davrda qancha konstitutsiyalar bo'lgan, tarixda ham qonunlar bo'lganmi degan narsalarga ham qiziqishimiz kerak. Har bir narsani o'z tarixi bo'ladi. Qonunlarning ham o'z tarixi bor. Eng qadimgi davrlardan boshlab qonunlar yaratilgan. Lekin hamma qonunlar ham uzoq yashab qololmagan yoki hamma ham unga to'liq amal qilib ketolmagan. Shunday qonunlar bo'lganki, ba'zan odamlar uni yaratishda qo'llab-quvvatlab keyin qochishga to'g'ri kelgan. Masalan, agar tarix yo'nalishida ijtimoiy sohaga qiziqqanlar bo'lsa, Drakon qonunlari degan juda ham dahshatli qonunlar bo'lgan. Uni ta'rifi bo'lgan. Siyoh qolib, qon bilan yozilgan qonunlardir. Chunki Drakon qonunlarida hamma jinoyatlar uchun bitta jazo, ya'ni qanaqa jazo bo'lgan? O'lim jazosi bo'lgan. U zarurat bo'lgani uchun qonunlar yaratildi, chunki jamiyatimizdan chiqib ketgan, lekin jamiyat tartibga tushgandan keyin bu odamlarga ortiqchalik qila boshladi, keyin uni yaratgan odamni shahardan haydab chiqarishadi, misol uchun. Yoki qadimgi tarixning boshlanishi hisoblangan Misrda ham, Rimda ham o'ziga yarasha qonunlar bo'lgan. Rimda 509-yilda qonunlar qabul qilinadi, respublikaga e'lon qilingandan keyin 12 jadval qonunlari deb nomlanadi. 12 jadval qonunlari barcha ko'rish uchun shaharlarda maxsus toshlarga yozib yoki o'sha paytdagi qog'ozlarga yozib hamma joyga osib qo'yilgan, hamma ko'rishlari uchun. Demak, qonunlar bu tarixiy zarurat. Bizning o'zbek dalachilik tarixida ham hamma davrlarda qonunlar bo'lgan. Biz endi o'zbek dalachilik tarixi haqida gapirganda buyuk bobokalonimiz kim? Amir Temurga alohida to'xtalamiz, Temur dalachiligiga uzoqroq to'xtalamiz. Amir Temurning mashhur bir gapi bor. Qonun ustuvor bo'lmagan mamlakat eshik va derazasi yo'q uyga o'xshaydi deydi. Ya'ni kim eshik va derazasi yo'q uyda yashashni xohlaydi hozir oilaga? Shunaqa uyda yashay olamizmi biz? Yo'q, xuddi shunday qonunlar bo'lmagan davlatda, qonunlar ustun bo'lmagan, odamlar qonunlarga ishonmagan, hurmat qilmagan jamiyatda yashab bo'lmaydi deyiladi. Va Amir Temur ham o'z davri uchun, o'z davlati uchun mustahkam bo'lgan qonunlarni yaratadi. Qonunlar og'zaki tarzda ham yaratilgan, urf odat to'plamlari tariqasida bo'lgan va yozma shaklda bo'lgan. Ba'zi qonunlar urf odat tarzida yaratilgan, ya'ni avloddan avlodga o'tib kelaveradi, og'zaki tarzda yozilgan. Masalan, jahon tarixida o'rta asrlar davrida Salih haqiqati degan qonunlar to'plami bo'ladi. Juda ham mashhur qonunlar bo'lgan.